Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 17-mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallam barmoqlari orasidan suv oqib chiqishi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jamodotlariga aloqador mo'jizalardan biri u zotning barmoqlari orasidan suv oqib chiqishidir. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Asr vaqti kirganida odamlar tahorat uchun suv qidirib topa olmadilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir idishda suv keltirildi. U zot sallallohu alayhi va sallam qo'llarini idish ichiga qo'yib, odamlarni undan tahorat qilishga buyurdilar. Men suvning u zotning barmoqlari ostidan oqib turganini ko'rdim. O'sha suv bilan ularning barchalari tahorat oldi. Bir rivoyatda ularning soni 80 kishi ekani va yana boshqa bir rivoyatda 300 kishi ekani aytilgan. 300 kishining bir idishdagi suvdan tahorat olishi mo'jizasi Musoning alayhissalom toshdan suv chiqarish mo'jizalaridan komil va ustundir. Chunki barmoqlar orasidan suvning chiqishi toshning orasidan suv chiqishidan ko'ra ajablanarlidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 18-mo'jiza. Suvsiz quduqdan 1400 kishi suv ichdi. Baro ibn Ozib radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Hudaybiya kuni bizlar 1400 kishi edik. Hudaybiya quduq nomi bo'lib, undagi barcha suvni tortib chiqardik va unda bir qatra ham suv qolmadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quduq chetiga o'tirdilar va suv keltirishni so'radilar. Suvni og'izlariga olib, og'izlarini chayqadilar va quduq ichiga tufladilar. Bizlar ko'p o'tmay quduqdan idishlarni botirib, suv ola boshladik. O'zimiz ham, ulovlarimiz ham suvdan qonib ichdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 19-mo'jiza. Bir chelak suv daryo bo'lib oqdi. Baro ibn Ozib radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Safarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Ozgina suvi bor quduq oldida to'xtadik. Idishni hovuchlab to'ldirish maqsadida quduq tubiga 6 kishi navbat bilan tushdik. Men ularning 6-chisi edim. Bizga chelak tushirildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quduq boshida qoldilar. Biz chelakni yarmi yoki 3dan 2 qismigacha suv bilan to'ldirdik va yuqoriga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga uzatib yubordik. Men tomog'imni qo'llab olish uchun suv idishimga yaqinlashdim, ammo unda suv yo'q ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boyagi idishga qo'llarini botirdilar va Alloh xohlagan narsalarni aytib, idishni bizga qaytardilar. Men chelakdan suvning daryo bo'lib oqayotganini va quduq ichidagi oxirgi kishi esa cho'kib ketishdan qo'rqib, kiyimini yechib tortib olishlari uchun yuqoriga uzatayotganini ko'rdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 20-mo'jiza. Sutdagi ajoyib baraka. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Allohga qasam, men ochlikdan yerga yiqilib qolar darajada sillam qurib, ochlikni bildirmay turarmikan deb qornimga tosh bog'lab olgandim. Birortasi holimni ko'rib menga yordam qilarmikan degan umid bilan ko'chadan o'tadiganlarni poylab turdim. Abu Bakr o'tib qoldi
va shoyat holimdan voqif bo'lsa deb undan Alloh azza va jallaning kitobidagi bir oyat haqida so'radim. O'ylaganimday bo'lmadi. So'ng Umar o'tib qoldi. U holimdan xabardor bo'lib menga yordam qilarmikan degan umid bilan undan ham Alloh azza va jallaning kitobidagi bir oyat haqida so'radim. Unday bo'lmadi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi va sallam o'tdilar. Yuzimga qarab ichimdagi narsani bildilar va Abu Hurayra dedilar. Men labbay ya Rasululloh dedim. Men bilan yur dedilar va biz ketdik. Manzilga yetgach kirishga izn so'radim. Ruxsat berdilar. Ichkariga kirib u yerda bir qadah sutni topdim. Nabiy sollallohu alayhi va sallam sutning qayerdan kelganini so'radilar. Uni falon kishi yoki falonchining oilasi hadiya qilganini aytishdi. Ey Abohir dedilar. Labbay ya Rasululloh dedim. Ahli suffaning oldiga borib ularni mening huzurimga boshlab kel dedilar. Ahli suffa islomning mehmonlari sanalib, ularning oilalari ham, mol-mulklari ham yo'q edi. Qachon Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga biror hadiya kelsa, ularga ulashar va sadaqalarni ham ular ichidan yetmay qolganlariga tarqatib berardilar. Bu narsa meni xafa qildi, chunki sutni ichib kunning qolgan qismida salgina tetik bo'lib yuramanmi deb umid qilgandim. Ammo nima ham qilardim? Men elchiman, Allohga va rasuliga itoat qilishdan o'zga choram yo'q. Ular kelgach qadahni uzatdi. Qadahni olgan kishi undan to'yganicha ichib yonidagiga uzatardi. Ularning barchalari ichib to'yganlaridan so'ng men idishni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga uzatdim. Idishda hamon sut bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qadahni qo'llariga olib menga qarab tabassum qildilar va Abohir dedilar. Labbay ya Rasululloh dedim. Sen va men qoldik dedilar. To'g'ri aytasiz ya Rasululloh dedim. O'tir, ichib ol dedilar. Men o'tirib sutni ichdim. So'ng yana qayta ichishimni ta'kidladilar. Men yana ichdim va oxiri sizni haq ila yuborgan zotga qasam, boshqa ketmaydi, icholmayman dedi. Unday bo'lsa qadahni ber dedilar va qolgan sutni ichdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 21-mo'jiza. Yupqa kulcha non 80 kishiga kifoya qildi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Abu Talha Ummu Sulaymdan menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tovushlari past eshitildi. Bu ochlikdan bo'lsa kerak. Huzuringda biror yegulik bormi deb so'radi. U ha deb bir kulcha arpa nonni berdi. Uni ro'molchaga o'rab qo'lim ostiga qistirdi va meni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga jo'natdi. Men kelsam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidda odamlar bilan turgan ekanlar. Meni ko'rib, "Seni Abu Talha jo'natdimi?" dedilar. "Ha" dedim. "Taom bilanmi?" dedilar. "Ha" dedim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam atroflaridagi kishilarga "Turinglar" deb uyimiz tomon yurdilar va biz birga keldik. So'ng meni Abu Talhaga ularning kelishgani haqida xabar qildim. Abu Talha: "Ey Ummu Sulaym, biznikiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va odamlar kelishibdi. Ularni oldilariga qo'yadigan narsamiz yo'q-ku" dedi. Ummu Sulaym: "Alloh va rasuli bilguvchidir" dedi. Abu Talha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni kutib olish uchun peshvoz chiqdi va uyga u zot bilan birga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Kel ey Ummu Sulaym, yegulikka nimang bor?" deb so'radilar. U boyagi kulchani keltirdi. Uni ushashni buyurdilar. Ummu Sulaym esa qo'shib yeyish uchun idishdan ozroq moy quydi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh xohlagan so'zlarni aytdilar va 10 kishiga ruxsat bering dedilar.
shunday qilib kelganlarning barchalari undan yedilar. Ularning soni 70 yoki 80 kishi edi.